aldamchi bo'lmaydi. Musulmonning ko'zi o'ynaqa bo'lmaydi, qo'shnisini, mahallasidagi xotiniga, keliniga, qiziga qaramaydi birovnikiga. Bu xiyonat bu. Men sizga qarasam, men sizga xiyonat qilgan bo'laman. Siz menga qarasangiz, siz menga xiyonat qilgan bo'lasiz. Islom shu emas, islom. Islom faqat chashti qirdirib olib do'ppi kiyib yurish emas. Islom halollik, to'g'rilik, or, nomus, vijdon, g'ayrat, shijoat, hamiyat, saxovat, rahmdillik, mana shu islom bo'ladi. Do'ppi kiyib masjidga kirib qo'yishda o'zi bilan bo'lmaydi. Bir avliyo aytgan ekanlar-da, men masjidga kirsam musulmonni ko'pligini ko'rib yoqamushayman. Naqadar musulmonlar ko'p. Lekin ko'chaga chiqib, shu musulmonlardan bittasini ham topa olmayman, bunga ham yoqamushayman degan ekan. Men taqlid degani mana hozir yoshlar bilasizlar, TikTokga kirsangiz, Instagramga kirsangiz tamom. Ko'nglingiz aynib ketadi deydi. 90% dan ko'pida. Bor 5%, 10% ijobiy tomonga yaxshi